Ofitser. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Bu papaga. Bu sizga. Tushunmadim. Porami bu? Bu shikolat bor. Pora uchun tegim. Solib qo'ying. Ha? Qachon? O'zingizni cho'ntagingizga solib qo'ying. Familiyangiz. Mahkamov. Sizni familiyangiz. O'zimni familiyamni so'ramadim sizdan. Familiyamni bilasiz-ku, domla, doim darsizga kirib o'tiraman. Har dars mendan chaqirib, surishtirib, Pirjonov. Xursandman, Xursand. Bugun geografiyadan imtihonligidan xabaringiz bormi? Geografiya? Men tarixga tayyorlanib keldim-ku, domla. Kechalari yozib, mana narsalarni to'g'rilab, kerak emasmi shuncha narsa? 15-asr Shayboniyxonlar, Mang'itlar. Xullas, tayyormisiz? Ha? Demak, birinchi savol. Dunyo xaritasidan Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'rsating. Hop. Amerikani ko'rsataymi? Ha, Amerika. Amerika. Mana. Suriya-ku bu, ofsar. Domla ham amerikaliklar Suriyada-ku az. Jang o'tadi. Keyingi savol. O'tiring. Keyingi savol. Chimyon tog'ini balandligini ayting. To'g'risi bilmayman, domla. 3 marta harakat qildik bolalar bilan toqqa chiqqanini, lekin MCSdan mana tog' kuch xavfi bor degan xabarlar kelgandan keyin lekin audiens qilamiz. Hozir. Bir daqiqa. Alo. Jamshid? Ha, tog' nima bo'ldi? Oldingmi hamma narsalarni? Anaqa metr o'lchaydiganni olgin. Ha, tog'ni o'lchab kelamiz. Bo'ldi qiling. Bo'pti. Sizga oddiy birinchi sinf o'quvchisi ham biladigan savolni beraman. O'zbekiston poytaxti. Samarqand? Nima? Domla uzun tarixga tayyorlanganda shu Kushon davlati, Saljuqiylar, Zaratushtra, Mitra, Amitabh Bachchan, mana Bo'ldi qiling. Hech bo'lmasa dunyodagi eng uzun daryoni nomini ayting. eng uzun daryo. Eng uzun daryo, domlajon, bu Nil daryosi. Chunki Nil daryosi Misr qirg'oqlaridan oqayotgan daryo bo'lib, uning uzunligi xullas katta daryo Misrda. Nil daryosi mana bola chiqadi cho'milgani, daraxtlarni sug'orishadi, Nil kiyimlarni olib chiqib keladilar, yuvib. Maynavazchilikni bas qiling. Yo'q, kiyim yuvmaydi, bola cho'miladi. Bo'ldi qiling. Xitoy aholisi bugungi kunda qancha? Bugungi kundami? Ha, bugungi mana hozir Xitoy aholisi qancha? Hozirmi? Ha. Hozir 1,456,345,483 ta. Yo'q, 481 ta. Yo'q, 480 ta. Yo'q, 482 ta. Hozir anaqa Excel'da tug'ildi-da, hozir 480. Voy, 480. Tushundim. Keyingi savol. O'zbekiston qaysi davlatlar bilan chegaradosh? O'zbekiston qaysi? Qirg'iziston, Xo'sh, Tojikiston, Xo'sh, mana Turkmaniston, Xo'sh. Qozog'iston, Dog'iston, Pokiston, Hindiston. nimalar deyapsiz? Endi domlani oxiri Iston bilan tugaydigan davlatlar bizlar bilan chegaradosh. Qayerlarga ketib qoldingiz? Bo'ldi. Mana sizga so'nggi imkoniyat. So'nggi imkoniyat bo'ldi. Agar savolimga to'g'ri javob bersangiz, 3 bahoyingizni qo'yib beraman. Bo'ldi, man. Shokolatingizni ham o'zingiz bilan olib ketasiz. Yemaysizmi o'zingiz? Yo'q. Dunyo xaritasidan Italiya davlatini bitta urinishda ko'rsating. Bitta urinishdami? Bitta urinishda Qaysi Italiyami? Italiya davlatini. Boringmi? Boring. Hop. Bir urinishda Italiya, bir urinishda Italiya, bir urinishda Italiya, bir urinishda. Mana shu yerda domla.
Gur yo'qol. Tayyorlarniki. Uch bahoyam yo'q senga. Ko'rsatding-mi nima uch baho? Ha, bo'ldi, mana aytadi. O'zbekistonni xaritasi u. Yurtimiz. Ko'stimasi shuncha kattami O'zbekiston? Gap yo'q. Mana skoch sanani Chiqib ket. Otirib qo'yishadi, birinchi kurslardan so'rasangiz, tani katta. Voy! 8 oy bo'ldi, 8 oy! Necha marta aytdim? Hammaga maqtandim. Voy, biz o'tgan kunlarni qo'yamiz. Bitta sahnada turibmiz hali ham. O'zinglarni yig'ib olinglar. Obrazga kiringlar. Axir biz aktyormiz. Tushunarlingmi? Yana bir marta o'zimizni bosib olib, obrazga kirib. Qani marhamat, поехали. O'shami? Men o'sha. Stop! Nega tinchaysan? Agar dadin teatrni direktori bo'lmaganda allaqachon haydab yuborgan bo'lardim. Bir sal jiddiy bo'l, Otabek bo'l. Siz o'shami desa shunday qarab turib quchoqlab. Hop, jiddiy bo'lish kerakmi? Men o'sha. Albatta, albatta. Jiddiy bo'laman. Bo'ldi. Hop. Tak. Yana bir marta. Siz o'shami? To'g'ri. Men o'sha. Stop! Voy, seni kimdir xafa qildimi, urdimi? Lekin ko'rsoqdagi o'xshab, deysan, sal bir ko'ringan yigit bo'lsang, san'at institutiga qachon kirgansan? Ammo? Ha. 2006-yil. 2006-yil. Nega o'sha payt komissiya tarkibida bo'lmaganman, ha? Komissiya tarkibida bo'lsangiz nima qilardim? Imtihondan yiqitardim. Men ham qutilardim. San'at ham qutilardim. Nima endi men? O'zimni osib qo'yishim kerakmi? Osiymi? Qoq. O'zingiz qoqing, oyligingizga qo'shib beramiz. Ey, pulingni ro'kka chiqma menga. Pulingni ro'kka chiqma. O'zimni pulim o'zimga yetadi. Xudoga shukr. Yana bir marta. O'sha joydan. Qo'yqili. Siz o'shami? Ha, men o'sha. Voy. Qani emotsiya. Qani. Ne? Abdulla Qodiriy sen Otabekni o'ynashingni bilganingda bu asarni yozmagan bo'lardi. Sen Otabeksan, Otabek kumushni ko'rish uchun bilasanmi? Toshkentdan Marg'ilonga otda qatnaydi, vaslini ko'rish uchun haftalab. Otda? Otda. Mana. Otda qatnaydi. Bir qanaqadir sog'inch tuyg'usi bo'lardi. Shuni chiqarib ber ozgina. Sog'inch tuyg'usini. Otda dedingizmi? Otda. Poyez bo'lmaganmi? Voy! Bu payt sanam, sana atinam bo'lmagan. Yo'q, bu bolani ko'zida uchqun yo'q. San'atga bo'lgan mehr, shijoat yo'q-ku. Menga qarang, Svetlana Bahadirov. Ko'zida uchqun bo'lmasa ham cho'ntagida puli bor. 6 oydan beri oylik olyapsiz. Sizda hamma narsa bor, puli yo'q. Shuning uchun faqat Sharof Muqimov klipida o'ynaysiz. Turing joyingizga. Tevarishga ko'pya. 5000 so'm. Mayli, rahmat, kerak emas. Tushuntira oldimmi? Asar 8 oydan beri qo'lingda. O'qidingmi? Yo'q. Kinosini ko'rdim. Voh! Kinosini. Voy, jan. Aloyiqjan. Yashavor. Kinosini ko'rib qanaqadir falsafiy qarashlaring o'zgardimi? Mana des. Nimani tushunding? Ikkita xotinli bo'lish kerak. Voy! Stop! Atmang! Bugun repetitsiya tugadi. Bor, ko'zimga ko'rinmay kelavering. Chiqing! Nima bilan ishlamayman? Bunaqada ishlamayman. Qani, sendan chiqinglar. Qodirjon, ayollarni qarang, ishxonadagi ayollarimiz. G'iybat qilishgan, g'iybat qilgan, tavba qildim. Voy, gapirmang, bu holva. Ular-ku ish bilan chalg'ib turadi ora-orada. Ha. Kecha to'yga borgandim deng. To'yga borsam, ayollar ikkita uchta
ikkita ushga borib bir-birini g'iybat qiladi. G'iybat. Shuncha gap qattiq oladi bular. Hayronman. Shu desangiz to'yda o'tirdim deng. Bir payt birinchi ovqat keldi. Mohora ham qo'yadi, hozir to'yda odamlar. Ikkinchisiga yaxshi chiroyli bir ovqat qilgandir, bir maza qilib yeyman desam, ikkinchisiga ham manbar kelib turibdi-da. Asli odamlar nima bo'lgan odamlar? Gapiring. Qodirjon. Amakim o'g'lini uylantirdi. Kelin taraf qilgan narsalarni aytsam hozir kulasiz ochig'i. Yo'q. Qilgan bo'lsa mana qarang. Bitta changyutgich chiqibdi. Bitta mikroto'lqinli pech. Qilgan bo'lsa oshxona garnituri qilgan. Oltiga to'rxonani 3tasini bezatgan. Endi pardalar olgan, kreslo olgan, divan olgan. Yer remontini qilib darvozasigacha qilib beribdi. O'ylab qarasam, pas. Shunga qo'shib bir oqlasetning kaltini berib bor. Mashina sovg'a qil. Arzimagan pul turadi. Undan keyin oydekkina kuyov bo'lsa. Yo'q, chiroylimi? Yo'q. Dimolochadan kelgan. Bundoq. Nodirjon, menga qarang. Kecha xo'jayin o'g'lini uylantirdi, to'yga bor. Sekin gapiring. Xo'jayin o'g'lini uylantirdi. Siz ham bor desa. Artistlarni ko'rdingizmi? To'shib ketdi. Son sanog'i yo'q. Hammasiga Ozod keldi, Yulduz keldi, Rayhon keldi. Sharof Muqimov keldi. Ko'pligidan sezmay ham qo'yaman kelib ketganini. Gapirmang. Shuncha artist keldi, mana qarang. Bularning hammasiga pul kerakmi? Pul kerak. Qayerdan olgan deb o'ylaysiz shuncha pulni? Voy nomard. Xotindan ham olasanmi? Alfons. Yaxshiyam shu xo'jayinni qaynotasi katta biznesmen. Menga qarang. Siz buni qo'ying. To'yxonani kattaligini ko'rdingizmi? Voy. 1,5 ming kishilik. Mani mahallamda buncha odam. Shuncha odamga dasturxon qildi. Shuncha pulni qayerdan oladi? Qayerdan oladi? O'ylab ko'ring. O'ylang. Voy nomard. Bojingdan ham olasanmi? Yaxshiyam bojasini qaynotasi katta biznesmen. Bo'lmasam ikkita barmog'ini burniga tiqib qolardi. Men gapirmayman. Assalomu alaykum. Kirjon, yaxshimisiz? Keling. Mana bu joyga qo'l qo'yib yuborish kerak-da. Hozir. Sizni muzlatayotgandik. Rahmat. Voy. Baxtli bo'lsin, o'ylab muborak bo'lsin. O'tkirjon, qarang. Qanaqa taklifnomani qarang, Bejirimligini qarang, chiroyliligini qarang. To'ylari ham shunaqa taklifnomaga o'xshagan go'zal bo'lsin. O'tamiz, Rahmat. Sog' bo'ling, baxtli bo'ling. Rahmat. Mana taklifnomani qarang. Biram so'rda O'ziga o'xshaydi. Qarang. Oshga taklifnoma berding. Nikohga ham ber. Qodirjon. Oshga ham o'zimiz yo'lkara qilib borsak kerak. Rasboy, qo'shing! Qo'shib qo'yaman. Voy, men g'ururimga to'g'ri qizyapti bu. Qo'yavering. O'zingni bos, qo'yolmayman bo'lmasa. O'zingni bos. O'zingni bosdingmi? Bo'ldi. Qo'yaveraymi? Ha, qo'yaver. Stolimni ustiga boshqa chiqib ketmaysan-a? Yo'q. O'zing keldingmi? O'zingiz. O'zinglarni bosib olinglar. Sizlar mahalla qo'mitasidasizlar. Xo'pmi? Qani kelin bola gapiringchi, nima bo'ldi? Rais buva. Axir men ham jamiyatni bir bo'lagiman. Voy, bo'lak. O'ynadan o'tiraman. Jamiyat parchasiga aylanasan, tushundingmi? Har doim mana shunaqa qo'rqitadilar.
Axir men ham ozod insonman. Man ozod. Sen odam emassan, tushundingmi? Hey, ozod bor. O'zingizni bosing, bildi. Man ozod bor. Hop, siz ozod. Bo'ldi. Pasportimda ham yozib. Hop, ozodsiz. Bo'ldi. Men ham erkin odamman. Voy! Erkin men ukam. Sen odam emassan. Hey. O'zingizni bosing. Gapiringchi. Rais buva, men ham erkin bo'lgim keladi. Voy! Ukamni ismini qanaqa qilib senga olib beraman? Undan keyin seni erkin deb chaqirish menga ham noqulay, o'g'lon. O'zingizni bosing. Bo'ldi, tushundim sizni. Keling, bola dangalni gapiring. Nima xohlaysiz o'zi? Nimaga meni ko'chaga chiqarmaylar? Ko'chaga chiqim kelyapti. Chiqding-ku, ana kuni chiqding-ku. Ahmad do'kkani chiqdi. Yetadi 2 oyda bir marta chiqqaning. Rasulani xotini umuman chiqmaydi. Ey, kelin bola. Bu ko'chaga chiqib nima qilasiz? Kuyov bola hamma sharoitingizni yaratib qo'ygan bo'lsalar. Gapiring shuni. Axir men ham jamiyatni, atrof muhitni o'rganmoqchiman. Sen oldin ovqat qilishni o'rgan. Tikishni o'rgan, bichishni o'rgan. Uyga yig'ishtirishni o'rgan. Shoshmang. Qo'pollashmang. Kelin bola, jamiyatni o'rgansiz, atrof muhitni o'rgansiz bo'ldimi? Yo'q. Pul topmoqchiman. Voy! Sen oldin meni 2 oylik maykamni top, shimimni top, paypog'imni top. Rais buva, 4 oydan beri shuni paypog'ini kiyaman mana. Mana. Bet qolmadi, choyxonada uyalib qolyapman, uni paypog'ida yurib. Ozod bo'l, oyog'ingizni tushiring. Endi bu baraka topkur, paypoq masalamizni yana ajrashib ketaveradi. Arzimagan narsa-ku, baraka topkurlar. Oila bu muqaddas dargoh. O'ylab ko'ringlar axir, Rais buva. Qarorim bitta. Bu bilan yashamoqchi emasman. Ey, ajrashaman. Menga qaralaring. Ota-onalaring mahalla qo'yga oldida nima bo'ladi? Odamlarning gapi menga bir pul. Ey, baraka topkur, millionlab jarima to'laysanlar. Millionlab jarima to'laysan deyaptilar. Voddan beri nima deyaptilar senga? Katta kishi. Sochiga oq tushgan. Rais buva, men bekordan bekorga ko'chaga chiqarmayman emas. Men sevaman buni. Rashk qilaman. Rashkim kuchli. Shuning uchun ko'chaga chiqarmayman. O'zingiz bilasiz. Sevgansiz siz ham, to'g'rimi? Yo'q, men sevmaganman. Ana, ko'rdingmi? Sevaman seni. Tentak. Rostdanmi? Rostdan tentaksan. Lekin sevaman. Menga qaranglar. Mana shunaqa o'rtada sevgi, muhabbat bor-ku. Bor. Ha? Tinch totuv yashashga nima yetsin? Ajrashaman deydi. Ajrashmanglar unaqa. Bir-biringlarni sevarkansizlar. Urushmasdan, talashmasdan yashanglar. Bir kun janjal bo'lgan uyda 40 kun baraka ketadi. Ha, boringlar. Bo'ldi. Boshqa urushmanglar. Hamma bo'lmaganingizda nima qilardi rais buva? Bizni mana shunaqa to'g'ri yo'lga solib tezlik qilib qaldirg'ochim. nima rais buva? Rais buva, Ha. jarimas katta ekan-ku. Ey, sal bosuvroq bo'lgin, tushundingmi? Sen erkak kishisan. Bosuvroq bo'l. Yashayman. Qo'nchaga zarar. Yashayman. Ha. O'zingni bosib yurgin shuni. Alaykum assalom. Ha qizim, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Onang ko'zini ochdimi? Ha, yaxshi qarab turing. Ha, yiqilib tushdi. Ha, qarab turinglar, xo'pmi? Ha. Ruxsat so'ramasdan ko'chaga chiqish mana shunaqa bo'ladi. Güzel namine de bir gün sana aldım zaman. Güzel